Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2009 yilgacha narxlar, so'm kursi maoshlar, pensiyalar va oddiy oilaning cho'ntagiga ta'sir qiladigan asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha qanday reja ko'rsatilgan? Bu ma'lumot har birimizga tegishli. Bozorda non, go'sht, yog' olayotgan odamga ham, kredit to'layotgan oilaga ham, pensiya kutayotgan ota-onalarimizga ham, dollar yig'ayotgan tadbirkorga ham. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga murakkab iqtisodiy raqamlarni oddiy tilda, real hayotdagi misollar bilan tushuntiraman. Narxlar nega oshadi? So'm nega qadrsizlanadi? Pensiyalar qancha tez o'sishi mumkin? Odamlar nimadan ehtiyot bo'lishi kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tahlillar sizga pulingizni, oilaviy rejangizni va kelajakdagi qarorlaringizni to'g'ri boshqarishda yordam beradi. Avval bir narsani aniq tushunib olaylik. 2029 yilgacha reja degani ertaga hamma narsa aynan shunday bo'ladi degani emas. Bu odatda davlatning makroiqtisodiy prognozlari, budjet rejalari, inflyatsiya bo'yicha maqsadlar, yalpi ichki mahsulot o'sishi, aholi daromadlari, ijtimoiy xarajatlar va milliy valyuta barqarorligiga doir yo'nalishlarni anglatadi. Ya'ni hukumat va iqtisodiy organlar kelasi bir necha yil ichida iqtisodiyot qaysi yo'nalishda harakatlanishini oldindan hisoblaydi. Oldin qanday edi? Ko'p yillar davomida oddiy odam uchun eng katta muammo shunday bo'lgan. Bugun 20 million so'mga olgan mahsulotini bir yildan keyin 20 million 200 ming yoki 20 million 300 ming so'mga olishi mumkin edi. Maosh yoki pensiya oshadi. Lekin narxlar undan tezroq oshsa, odam o'zini bo'ygandek emas, aksincha qiynalayotgandek his qiladi. Shuning uchun iqtisodiyotda eng muhim savol bu: daromadlar narxlardan tezroq o'sadimi yoki narxlar daromadlardan tezroq o'sadimi? Hozir nima o'zgardi? So'nggi yillarda davlat budjeti, ijtimoiy xarajatlar, pensiya va nafaqalar, minimal ish haqi, tadbirkorlik, import-eksport, energiya narxlari, kommunal xizmatlar, bank kreditlari bo'yicha katta o'zgarishlar bo'lyapti. Shu bilan birga xalqaro vaziyat ham ta'sir qilmoqda. Dollar kursi, neft va gaz narxlari, oziq-ovqat importi, logistika, qo'shni davlatlardagi iqtisodiy holat, migratsiya va pul o'tkazmalari. Demak, 2029 yilgacha bo'lgan reja faqat qog'ozdagi raqam emas, balki bizning kundalik hayotimizga bevosita ta'sir qiladigan yo'l xaritasi. Asosiy savol shunday: bu reja oddiy odamga nimani anglatadi? Narxlar tinchlanadimi? So'm mustahkamlanadimi? Pensiyalar yetarlimi? Maoshlar real hayotda odamning xarid quvvatini oshiradimi? Men hozir bularni birma-bir ochib beraman. Eng avvalo narxlar masalasidan boshlaymiz. Odamlar inflyatsiya pasayadi degan gapni eshitganda ko'pincha noto'g'ri tushunadi. Inflyatsiya pasayishi narxlar pasayadi degani emas. Bu juda muhim nuqta. Inflyatsiya pasayadi degan narxlarning o'sish tezligi sekinlashadi degani. Masalan, agar o'tgan yili mahsulotlar o'rtacha 10% ga qimmatlagan bo'lsa, kelasi yili 8% ga qimmatlashsa, bu inflyatsiya pasaydi degani. Lekin narx baribir oshgan bo'ladi. Oddiy misol olaylik. Bugun bir oilaning oziq-ovqat savati oyiga 2 million so'm bo'lsa, inflyatsiya 10% bo'lsa, bir yildan keyin shu savat taxminan 2 million 200 ming so'm bo'ladi. Agar inflyatsiya 7% ga tushsa, yana keyingi yili 2 million 354 ming so'm atrofida bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Foiz pasaydi, lekin xarajat kamaymadi, faqat sekinroq oshdi. Shuning uchun aholining real ahvoli daromadlar qanchaga oshishiga bog'liq. 2029 yilgacha bo'lgan rejalarda odatda maqsad inflyatsiyani bosqichma-bosqich pasaytirish bo'ladi. Bu nima orqali qilinadi? Birinchidan, pul kredit siyosati orqali. Markaziy bank foiz stavkalarini boshqaradi, kreditlar haddan tashqari tez ko'payib ketmasligini kuzatadi. Ikkinchidan, budjet xarajatlari nazorat qilinadi. Agar davlat juda ko'p pul sarflasa, iqtisodiyotga pul ko'payib kiradi va narxlar bosimi ortadi. Uchinchidan, bozorlar raqobatli bo'lishi kerak. Agar biror mahsulotni faqat 2-3 ta yirik yetkazib berish nazorat qilsa, narxni ushlab turish qiyin bo'ladi. To'rtinchidan, import va logistika muhim. Agar bug'doy, yog', shakar, dori-darmon, yoqilg'i, texnika ehtiyot qismlari tashqaridan kelsa, dollar kursi va tashqi narxlar ichki bozordagi narxlarga darhol ta'sir qiladi. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda daromadi qat'iy bo'lgan odamlar. Pensionerlar, nafaqaxo'rlar, byudjet tashkilotlarida ishlaydiganlar, oyligi yiliga 1-2 marta oshadigan xodimlar. Chunki narxlar har oy o'zgaradi, lekin daromad doim ham tez moslashmaydi. Ikkinchi guruh, kredit olganlar. Ayniqsa iste'mol krediti, avtokredit, ipoteka to'layotganlar.
narxlar oshsa, oilaning boshqa xarajatlari ham ko'payadi. Kredit to'lovi esa bosim bo'lib qoladi. Uchinchi guruh daromadi so'mda. Xarajati esa qisman dollarga bog'liq bo'lganlar. Masalan, chetdan tovar olib keladigan kichik do'kon egasi, telefon yoki maishiy texnika sotuvchi, import dorilar bilan ishlaydigan dorixona. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Daromadi inflyatsiyaga tez moslashadiganlar. Masalan, yaxshi yurayotgan xizmat ko'rsatish sohasi egalari, eksport qiluvchi tadbirkorlar, chet eldan valyutada daromad oladigan mutaxassislar, talab yuqori bo'lgan kasb egalari. Lekin bu umuman xavotir olmasa ham bo'ladi degani emas. Chunki narxlar o'sishi hammaga ta'sir qiladi, faqat kimdir tezroq moslashadi, kimdir sekinroq. Endi eng ko'p so'raladigan savol, so'm nima bo'ladi? Dollar oshadimi? 2029 yilgacha milliy valyuta qanchalik barqaror bo'ladi? So'm kursi birgina qaror bilan belgilanmaydi. U bir nechta kuchlar natijasidir. Birinchi omil import va eksport. Agar mamlakat chetdan ko'p mahsulot olsa, import uchun dollar kerak bo'ladi. Dollar talab oshsa, kursga bosim tushadi. Agar eksport ko'paysa, ya'ni mamlakat tashqariga ko'proq mahsulot yoki xizmat sotsa, ichkariga valyuta kiradi. Bu so'mga yordam beradi. Ikkinchi omil pul o'tkazmalari. Chet elda ishlayotgan fuqarolar yuboradigan pul valyuta bozoriga katta ta'sir qiladi. Uchinchi omil investitsiyalar. Agar chet el investorlari mamlakatga pul olib kirsa, valyuta taxlifi ko'payadi. To'rtinchi omil davlat qarzi va tashqi to'lovlar. Tashqi qarz bo'yicha to'lovlar valyutada bo'ladi. Bu ham kursga ta'sir qiladi. Beshinchi omil aholining kutishi. Odamlar dollar oshadi deb o'ylab, ommaviy dollar sotib ola boshlasa, bu o'zi ham kursga bosim qiladi. Ko'pchilik so'm tushdi deganda faqat valyuta ayirboshlash shoxobchasidagi raqamni ko'radi. Lekin iqtisodiy tomondan savol chuqurroq. So'mning asta-sekin qadrsizlanishi boshqariladimi yoki keskin sakrashlar bo'ladimi? Eng xavflisi keskin sakrash. Masalan, tadbirkor 1 ming dollarlik tovar buyurtma qilgan. Hisob kitobni kurs 12500 so'mdan qilgan. Agar kurs qisqa vaqtda 12500 bo'lsa, uning xarajati birdan oshadi. U zarar qilmaslik uchun narxni ko'taradi. Oxirida buni xaridor to'laydi. Oddiy oila uchun ham misol keltiray. Farzandi chet elda o'qiyotgan oila yiliga 5000 dollar kontrakt to'lashi kerak. Agar kurs 12500 bo'lsa, bu 62 million 500 ming so'm. Agar kurs 14 ming bo'lsa, 2 million so'm bo'ladi. Farq 2 million 500 ming so'm. Bu oddiy oila uchun juda katta pul. Shuning uchun valyuta kursi faqat tadbirkorlar masalasi emas, balki ta'lim, davolanish, texnika, avtomobil, uy ta'miri, dori-darmon narxigacha ta'sir qiladi. 2029 yilgacha asosiy maqsad so'mni sun'iy ushlab turish emas, balki iqtisodiyotda barqarorlikni ta'minlash bo'lishi kerak. Chunki sun'iy ushlab turilgan kurs bir kun kelib keskin tuzatishga majbur bo'lishi mumkin. Barqaror va oldindan taxmin qilinadigan kurs esa tadbirkorga ham, aholiga ham reja qilish imkonini beradi. Masalan, tadbirkor import shartnomasini tuzayotganda 6 oy oldindan taxmin qila olsa, narxni ham ehtiyotkor hisoblaydi. Oila ham kelasi yili kontrakt, davolanish yoki haj xarajati bo'ladi deb valyutani asta-sekin yig'adi. Endi pensiyalar haqida gaplashamiz. Bu mavzu juda nozik, chunki pensionerlarning ko'pchiligida qo'shimcha daromad manbai yo'q. Ular bozordagi narx o'zgarishiga eng sezgir qatlam hisoblanadi. Pensiya oshirilishi haqida eshitganimizda ham asosiy savol shunday bo'lishi kerak. Pensiya nominal oshyaptimi yoki real xarid quvvati ham oshyaptimi? Nominal oshish degani raqamning ko'payishi. Masalan, pensiya 1 million 200 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mga oshdi. Bu yaxshi, lekin shu davrda oziq-ovqat, dori-darmon va kommunal xarajatlar 25% oshgan bo'lsa, pensionerning real ahvoli unchalik yaxshilanmasligi mumkin. Real o'sish esa daromad narxlaridan tezroq o'sganda yuz beradi. Misol qilib olaylik. Bir pensioner oyiga 1 million 500 ming so'm oladi, uning xarajatlari. Oziq-ovqat 900 ming, dori-darmon 300 ming, dori-darmon 300 ming, kommunal to'lovlar 5 ming, yo'l va boshqa mayda xarajatlar 5 ming. Jami 1 million 500 ming. Agar pensiya unfa o'shib 1 million 600 ming bo'lsa, lekin dori-darmon va oziq-ovqat 15% ga oshsa, xarajat 1 million 700 mingga yaqinlashishi mumkin. Demak, oshgan pensiya qog'ozda ko'rinadi, lekin hayotda yetmasligi mumkin. Shu sababli 2029 yilgacha ijtimoiy siyosatda eng muhim masala pensiya va nafaqalarni inflyatsiyadan kam bo'lmagan darajada oshirib borish, eng kam pensiya oluvchilarni himoya qilish, ijtimoiy yordamni aniq manzilli qilishdir.
Ya'ni yordam haqiqatan ham muhtoj oilaga yetib borishi kerak. Agar ijtimoiy to'lovlar umumiy va nazoratsiz bo'lsa, budjetga bosim ortadi, lekin eng muhtoj odam baribir yetarli yordam olmasligi mumkin. Pensiya masalasida yana bir muhim jihat bor. Mehnat staji va rasmiy ish haqi. Bugun ko'p odamlar hozirdan taxt olyapman, keyin ko'ramiz deb rasmiy daromadni past ko'rsatadi. Lekin ertaga pensiya hisoblanayotganda aynan rasmiy ish haqi va staj muhim bo'ladi. Shuning uchun 2029 yilgacha bo'lgan davrda har bir ishlayotgan odam o'zining rasmiy mehnat faoliyatini tekshirishi kerak. Bugun e'tiborsizlik qilinsa, ertaga pensiya kam chiqishi mumkin. Narxlar va pensiyalardan tashqari yana bir muhim masala bor, maoshlar. Agar iqtisodiyot o'ssa, investitsiya ko'paysa, yangi korxonalar ochilsa, ish o'rinlari ko'paysa, odamlarning daromadi ham oshishi kerak. Lekin iqtisodiy o'sish hamma oilaga bir xil yetib bormaydi. Ba'zi sohalar tez o'sadi, ba'zilar sekin qoladi. Masalan, IT, logistika, eksport, qurilish, xizmat ko'rsatish, turizm, ta'lim va tibbiyot kabi sohalarda malakali mutaxassislar daromadi tezroq o'sishi mumkin. Lekin past malakali ishlar, mavsumiy ishlar, faqat qo'l mehnaga tayanadigan sohalarda daromad o'sishi narxlardan orqada qolishi ehtimoli bor. Shuning uchun oddiy odam uchun eng katta xulosa shuki, faqat davlat maoshini oshirsin deb kutish yetarli emas. O'z malakasini oshirish, ikkinchi daromad manbai yaratish, oilaviy xarajatni nazorat qilish zarur. Real misol. Bir oila oyga 6 million so'm daromad qiladi. Xarajatlari oziq-ovqat 2-10 million, ijara yoki ipoteka 2-10 million. Kommunal va transport 700 ming, bolalar ta'limi 200 ming, boshqa xarajatlar 500 ming, jami 6 million. Bu oilada zaxira yo'q. Agar narxlar 10% oshsa, xarajatlar 600 mingga ko'payadi. Agar maosh ham 10% oshsa, daromad 6 million bo'ladi va vaziyat saqlanadi. Lekin maosh 5% oshsa, 3 million bo'ladi. Xarajat esa 6 millionga chiqadi. Har oy 30 ming so'm kamomad boshlanadi. Bir yilda bu 3 million 6 ming so'm qarz yoki yig'ilgan pulning tugashi degani. Shuning uchun 2009 yilgacha bo'lgan har qanday iqtisodiy rejani oddiy odam o'z oilaviy budjeti orqali baholashi kerak. Yalpi ichki mahsulot o'sadi degan gap yaxshi, lekin sizning oilangizda daromad xarajatlardan tez o'smasa, siz bu o'sishni sezmasligingiz mumkin. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan jihatlarni aytaman. Birinchi nozik nuqta. Rasmiy inflyatsiya bilan shaxsiy inflyatsiya farq qiladi. Davlat inflyatsiyani mahsulot va xizmatlarning katta savati bo'yicha hisoblaydi. Lekin sizning oilangizda xarajat tarkibi boshqacha bo'lishi mumkin. Agar siz ko'proq go'sht, dori-darmon, yo'qilg'i va ijara uchun pul sarflasangiz, sizning shaxsiy inflyatsiya rasmiy raqamdan yuqoriroq bo'lishi mumkin. Pensioner uchun dori narxi juda muhim. Yosh oila uchun ijara va bolalar bog'chasi muhim. Tadbirkor uchun yo'qilg'i va xomashyo muhim. Ikkinchi nozik nuqta. Kommunal va energiya narxlari. Agar elektr, gaz, issiqlik yoki yo'qilg'i tariflari bosqichma-bosqich bozor narxlariga yaqinlashsa, bu nafaqat uy to'lovlariga, balki deyarli barcha mahsulot narxlariga ta'sir qiladi. Nonvoy elektr va gaz ishlatadi, fermer yo'qilg'i ishlatadi, do'kon sovutki ishlatadi, transport benzin yoki dizel ishlatadi. Demak, energiya narxi oshsa, zanjir bo'ylab boshqa mahsulotlar ham qimmatlashishi mumkin. Uchinchi nozik nuqta kredit foizlari. Inflyatsiya yuqori bo'lsa, kredit foizlari ham odatda yuqori bo'ladi. Aholi esa ko'pincha faqat oylik to'lovga qaraydi. Masalan, oyiga 1 million to'lasam bo'ldi dedi. Lekin umumiy hisobda 3 yil davomida mahsulot narxining ancha ustini to'lab qo'yishi mumkin. 2029 yilgacha foizlar pasaysa, kreditlar arzonlashishi mumkin. Lekin bu inflyatsiya haqiqatan barqaror tushgandagina sog'lom bo'ladi. Aks holda arzon kredit narxlarini yana oshirishi mumkin. To'rtinchi nozik nuqta, dollar yig'ish ham har doim eng to'g'ri yechim emas. Albatta, valyutada maqsadli xarajati bor odam dollar yig'ishi mantiqli. Chet elda o'qish, davolanish, import tovar olish. Lekin barcha pulni dollarda ushlab, kundalik xarajatni so'mda qiladigan odam ba'zan imkoniyatni boy beradi. Masalan, so'mda yuqori foizli omonat, ehtiyotkor investitsiya yoki biznesga aylanadigan mablag' foydaliroq bo'lishi mumkin. Muhimi, pulni bitta joyda saqlamaslik. 5-nozik nuqta pensiya hujjatlari. Ko'pchilik pensiya yoshiga yaqinlashganda hujjat yig'ishni boshlaydi va keyin muammoga duch keladi. Eski ish joyi yopilgan, arxiv topilmaydi, mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri, oylik haqidagi ma'lumot yo'q. Natijada pensiya kam hisoblanishi mumkin. Shuning uchun pensiyaga 10 yil qolgan odam ham bugundan hujjatlarni tekshirishi kerak. Endi eng kerakli qism nima qilish kerak?
Men oddiy, aniq va bajarish mumkin bo'lgan qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, oilaviy budjetni yozing. Hech bo'lmasa 3 oy davomida har bir xarajatni yozib boring. Oziq-ovqat, transport, kommunal kredit, dori kiyim, ta'lim, telefon, internet, to'y, maraka, sovg'a, mayda xarajatlar hammasini kiriting. Shunda siz o'z shaxsiy inflyatsiyangizni ko'rasiz. Ko'pchilik pul qayerga ketayotganini bilmagani uchun tejay olmaydi. Ikkinchi qadam, zaxira fond yarating. Kamida 3 oylik zarur xarajat miqdorida pul bo'lishi kerak. Agar oila oyga 5 million so'm sarflasa, kamida 20 million so'm favqulodda zaxira bo'lishi kerak. Bu pulni xavfli biznesga tikmang, qarindoshga berib yubormang. Keraksiz xaridga ishlatmang. Bu ishsizlik, kasallik, narx sakrashi yoki favqulodda vaziyat uchun. Uchinchi qadam, kreditni ehtiyotkor oling. Kredit olishdan oldin 3 ta savol bering. Birinchisi, bu kredit daromad keltiradimi yoki faqat iste'molmi? Ikkinchisi, oylik to'lov oilaviy daromadning 35% dan oshmayaptimi? Uchinchisi, agar narxlar oshsa yoki daromad kamayib qolsa, 3 oy to'lay olamanmi? Agar javob yo'q bo'lsa, shoshilmang. To'rtinchi qadam, valyuta riskini bo'ling. Agar kelajakda dollarda xarajatingiz bo'lsa, pulni birdan emas, oyma-oy yig'ing. Masalan, 1 yildan keyin 2400 dollar kerak bo'lsa, har oy 200 dollardan olib qo'yish kurs sakrashdan himoya qiladi. Agar barcha daromadingiz so'mda bo'lsa, butun jamg'armani dollarga aylantirib qo'yish ham shart emas. Bir qismini so'mda, bir qismini valyutada, bir qismini likvid omonatda ushlash mumkin. 5-qadam, pensiya va mehnat hujjatlarini tekshiring. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiy ish tajingiz yuritilayotganini tekshiring. Elektron mehnat daftarchasi, soliq to'lovlari, ish beruvchi bilan shartnoma, oylik rasmiy ko'rsatilishi muhim. Agar pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, oldingi ish joylaringiz bo'yicha buyruqlar, arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, pasport, shir, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalarni tartibga keltiring. Muammo bo'lsa, mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, oldindan maslahat oling. 6-qadam, xaridlarni rejalashtiring. Import tovarlar, texnika, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish materiallari kursga sezgir bo'ladi. Agar sizga zarur katta xarid bo'lsa, bozorni kuzating, narxlarni solishtiring, mavsumiy arzonlashuvini kuting. Lekin ertaga hammasi qimmatlaydi deb vahima bilan qarzga kirib xarid qilish ham noto'g'ri. 7-qadam, daromadni oshirishga investitsiya qiling. 2029 yilgacha eng katta himoya bu faqat dollar emas, faqat oltin emas, balki sizning malakangiz. Til o'rganish, kompyuter savodxonligi, kasb-hunar, buxgalteriya, marketing, savdo, onlayn xizmat, texnik mutaxassisliklar daromadni oshiradi. Narxlar o'sayotgan davrda daromadi o'smayotgan odam eng ko'p qiynaladi. 8-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Har safar mish-mishlarga ishonmang. Dollar falon bo'ladi. Pensiya ertaga 2 barobar oshadi. Narxlar muzlatiladi degan gaplar ko'pincha asoslanmagan bo'ladi. Markaziy bank, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Statistika agentligi, pensiya jamg'armasi, soliq organlari e'lonlarini kuzating. Qarorni mish-mish bilan emas, hujjat va raqam bilan qabul qiling. Aziz tomoshabinlar, 2009 yilgacha bo'lgan rejalarning eng asosiy mazmuni shuki, iqtisodiyot o'sishi, inflyatsiyani pasaytirish, so'm barqarorligini saqlash, pensiya va ijtimoiy to'lovlarni bosqichma-bosqich oshirish maqsad qilinadi. Lekin oddiy odam uchun eng muhim savol raqamlarning chiroyli ko'rinishi emas, balki real hayotda daromad xarajatdan tezroq o'sadimi? Pensiya narxlariga yetadimi? So'm kursi keskin tebranmaydimi? Kredit yuk bo'lib qolmaydimi? degan savollardir. Men sizga tavsiya qilaman. Budjetingizni yozing, zaxira fond yarating. Kreditga ehtiyot bo'ling, pensiya hujjatlarini hozirdan tekshiring, valyuta va so'm jamg'armasini oqilona bo'ling. Eng muhimi daromadingizni oshiradigan bilim va kasbga sarmoya qiling. Sizningcha 2029 yilgacha narxlar, so'm va pensiyalar bo'yicha eng katta xavf nimada? Fikringizni kommentariyada yozing. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki iqtisodiy savodxonlik bugun har bir oilaning eng muhim himoyasidir.